Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oxir zamonga yaqin bo'lgan vaqtda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlar haqidagi darsimizda davom etamiz. Mana darsga kirishlikdan burun bitta narsani bir e'tiborlarga qaratmoqchiman. Estirda 100 so'mligi bilan 50 so'mligi almashgan bir davr bo'ldi. Yosh kattaroqlarimiz biladi. Shunday bir to'polon bo'luvdiki, eski kupyura pullarni yangisiga almashtirmasa, eskisi yo'qib ketadigan bo'lganda, shunga bir bizitib o'tganda bardak bo'lgan edi. Shunda bir og'ani bir katta ishxonada ishlar edi. Shu ishxonaga bir katta kamazis 2 chamadon pul olib kelgan ekan. O'sha eski kupyuradagi pul ekan. Bu darsga kirishlikdan burun aytayapmanki, tushunib olinglar nimani o'qiymiz buni bu yoqqa. 2 chamadon olib qo'yib turib, o'sha buxgalteriyasiga olib kirib, "Ma bir chamadonni oling, bir chamadonni pul qilib bering" degan ekan. Ya'ni yillar davomida yemay, ichmay, ehtimol zakotini bermay, ehtimol sadaqa qilmay, o'zidan ham qizg'anib topgan pulini bir kun kelib yo'q bo'lib ketishlik xavfi bo'lib qolgan paytda shart yarmini berib olishga tayyor bo'lyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, sadaqani afzali o'zing baxil, sog'lom, kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan sadaqating deyildi. Ya'ni yo'q bo'ladigan mahalda odam bevorar ekan hammasini ham. Agar shunday bir endi shu odamga birov aytgan bo'lsa-ki, shu shopirga keyingi oy pul almashadi degan gap bor, ishonchli bir joydan eshitdik desa, ha dedi-da, kuyib qoldi puliga. Endi keyingi safar o'sha odamning gapiga nima qiladi? Xulosa oladi, hech gap yo'qmi deydi. Keyingi safar aytdi, keyin gapi ham to'g'ri chiqdi. Keyin gapi ham to'g'ri chiqdi. Bora shu odamni maslahatsiz hech qanday ish qilmay qo'yasiz, shunday emasmi? Endi biz quyida o'qiyotganimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oxir zamon haqida aytgan alomatlarini deyarli maydalari hammasi sodir bo'lganini ko'rsiz. Endi payg'ambarimiz aytgan boshqa bashoratlarga bo'lgan iymoningiz kuchaydimi? Biz bu alomatlarni nima uchun o'qiyapmiz? Ha, bo'pti-yu. Endi nima qizig'i bor buni bilishda, deyish mumkin. Biz nima uchun o'qiyapmiz? O'qib o'rganaylik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan boshqa bashoratlar ham bo'lishligiga qalbimizda zarracha shubha qolmaydi. Demak, oxir zamon alomatlarini o'rganishdan maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratlarini qolganiga ham iymonimiz nima bo'lishligi, ishonishligimiz, mukammal bo'lishligi. O'zi usiz ham iymon keltiraveramiz, lekin avvalgi darslarda aytib o'tdik, Ibrohim alayhisalomdek zot, inna Ibrohima kana ummatan dedi Alloh. Ibrohim bitta o'zi ummat bo'lgan. Shunday kishi, Parvardigor, o'liklarni qanaqa qilib tiriltirasan, bir ko'rsatmaysanmi dedi. Osmonni, malakotus samovotni ko'rsatgan Ibrohim o'zi Alloh taolo ko'zidan pardani olib qo'yib turib, boshqa bandalarning ko'ziga berkitilgan Allohning mulki ko'rsatilgan edi. Shu zot qalbim taskin topsin-da deyapti. Ishonmaysanmi desa, ishonaman, lekin qalbim taskin topsin deydi. Bu hadislarni, bu oyatlarni o'qiyapmiz, birodarlar, biz haq yo'lda ekanligimizga yana bir qalbimiz taskin topishligi uchun, iymonimiz yana ziyoda bo'lishligi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlar haqida xabar berar ekan, Nofidan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitganman." U zot aytgandi: "Arab jazirasiga g'azot qilasizlar va Alloh taolo sizlarga uni fath qilib beradi." Ya'ni musulmonlar birinchi bo'lib Arab jazirasini qo'lga kiritadi. Musulmonlarning qo'lida bo'ladi to'laligicha. So'ngra Alloh taolo sizlarga Forsni hamda Rumni fath qilib beradi. Birinchi bo'lib fath qilinadigan joy Arab jazirasi ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi va bu nima bo'ldi? Sahobalar davrida to'laligicha musulmonlar qo'lga o'tib fath bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni xursand qiladigan bashoratlarni, kelajakda bo'ladigan tarixiy ishlarni Rasululloh hadislarda aytib beradi. So'ngra Alloh taolo Rumni fath qiladi. So'ngra Dajjolga g'azot qilasizlar, Alloh taolo uni ham fath qiladi. Ya'ni Dajjol kelgan paytda qo'rqinchli holatlar bo'ladi, lekin qo'rqmanglar dedi Rasululloh. Alal oqibat musulmonlar Dajjolni yeganda marhamat qiladilar. Imom Buxoriy da rivoyat qilingan hadisda, mana mashhur hadis, Adi ibn Xotam at-Toyi, bu kishi mana tarixda Xotamtoy deb saxiyligi bilan, saxovati bilan mashhur bo'lgan bir kishi, mana podshoh bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan, arab bo'lgan, Toy qabilasidan, Xotim ismli kishi. Shuni o'g'li Adi ibn Xotam at-Toyi nasroniy dinida bo'lgan, o'zini qabilasining podshohi bo'lgan. Shu kishi islomga kirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan paytda Rasululloh unga bir qancha hadislarda aytadi, uni hozir o'qiymiz, kelajakda mana shu bashoratlarida.
Adi ibn Hotam Toy aytadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida edim. Bu kalima keltirib turgan kuni, islomga endi kirgan musulmon. Bir kishi keldida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kambag'al ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni kambag'alchilik ko'payib ketdi xalqimizda dedi. Orqasidan ikkinchi odam keldida yo'ldagi musofirlarga ozor berayotgan qaroqchilar haqida shikoyat qildi. Shu vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala odamning shikoyatini eshitib turib, Adiga qarab aytdiki: "Ey Adi" dedi, "Hironi ko'rganmisan?" dedi. Hiro Iroqni, ana shu davrda Iroqni maydonida joylashgan katta bir shaharlardan bo'lgan. Adi aytdi: "Yo'q, ko'rgan emasman, lekin eshitganman ko'p narsani" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Agar Alloh senga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyasini minib, yolg'iz o'zi yo'lda hech kimdan qo'rqmagan holda faqat Allohdan qo'rqib haj kelganligini ko'rasan" dedi. Shunda Adi ibn Hotam Toyi hayron bo'ldi. Hiro qayoqda, Madina qayoqda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan, qaroqchilardan shikoyat qilib kelgan ishga qarab turib, payg'ambarimiz so'zni aytar ekan, Rasululloh mana shu so'zi bilan ikkita bashoratni berdi. Ya'ni Hiro degan Iroqning bir chekkasidagi katta shahar musulmon bo'ladi, hamda qaroqchilar yo'q bo'lib, tamomiy musulmon o'lkasida tinchlik, xotirjamlik, omonlik hukm suradi. Ey Adi, agar Alloh sizga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyani minib Allohning uyini haj qilgani keladi, yo'lda hech kimdan qo'rqmaydi. Bu bilan tinchlik va islom kengashiga bashorat edi. Shunda Adi ibn Hotam Toyi endi islomga kirgan, kecha nasroniy bo'lgan podshoh o'zim Hiromi dedi. Ajib dedi. Hiro bilan Madina o'rtasida hamma yoqda urushga, janjalga to'g'izib tashlagan meni Toy qabilam bor-ku. Ular qayerda qoladi? Ajoyib dedi. Ishongiz kelmadi. So'ngra Rasululloh davom etdi. Ey Adi, agar Alloh senga umr beradigan bo'lsa, Kisroni boyliklarini egallaysizlar va Allohning yo'lida sarf qilasizlar dedi. Kisro ana shu davrdagi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatning bittasi edi, podshosi edi. O'sha davrda dunyoni boshqarib turgan, dunyoni idora qilib turgan ikkita kuchli mamlakat edi. Bu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat Madinaga hokim edi. Hali Arab jazirasi payg'ambarimizga bo'ysunmagan edi. Hali Makka fath qilinmagan edi. Payg'ambarimizga har tomondan dushmanlar hujum qilib turgandi musulmonlarga Madinaga qarab. Mana shu paytda payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan buyuk fathlarni aytdi. Adi ibn Hotam Toyi Kisro ibn Hurmuza ma'qul dedi. Bu ma'qul emas dedi. Xuddi hozirgi kundagi ba'zi odamlar payg'ambarimizning kelajakda bo'ladigan bashoratlarga ishonqiramay qaragandek, bugun islomga kelgan Adi ibn Hotam Toyi ham ishonqiramagandek, ha deb qo'ydi. Shuna bo'lar ekanmi? Ya'ni ishoninglar birodarlar. Mana bir qancha alomatlarni o'qidik, bo'ldi bular. Mana Madinadan chiqqan o'tda aytdik. Boylikni ko'payishini aytdik, vaboni aytdik. Payg'ambarimiz nimani aytgan bo'lsa sallallohu alayhi vasallam, bularda hammasi bo'ldi. Kattalari qoldi deb aytdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etib aytdiki, agar umring uzoq bo'lsa, bir kishi hovuchi to'ldirib oltin bilan chiqqanini ko'rasan. Chiqadi, istaydi, sadaqasini yoki zakatini qabul qiladigan odamni topolmasdan qiynlanganligini ko'rasan dedi. Adi ibn Hotam Toy aytadi. Rasululloh hadisda davom etdi. Sizlarga xuddi shu dunyoda mana shu narsalarda bo'lishini bashorat berganimdek, Alloh taologa ro'baro bo'lishlarga ham bashorat beraman. U kunda oralaringizda hech qanday tarjimon bo'lmaydi. Yuqoridagilar dunyodagi bashoratlar bo'lsa, oxiratdagi bo'ladigan bashorat mana shu narsa. Alloh taolo bir kishiga aytadi deydi. Sizlarga dinni yetkazgan rasulni jo'natdimmi deydi. Banda ha deydi, jo'natgansan deydi. Alloh taolo seni moli dunyo bilan fazilatli qilganmidim deydi. Banda ha deydi. Shunda haligi banda dedi Rasululloh, o'ng tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. Chap tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. O'zingizlarda jahannamda o'tidan yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Ya'ni payg'ambarimiz aytgan bashoratlar, qaranglar. Arab jazirasi fath bo'ladi dedi. Forsni fath qilasizlar dedi. Tinchlik, omonlik bo'ladi dedi. Hamda payg'ambarimiz qiyomat kunida Alloh taolo oldida hisob-kitob turasizlar dedi. Dunyodagi aytgan narsalari Adi ibn Hotam Toy aytadi. Alloh meni umrimni uzun qildi. Forsni fath qilib, Kisroni xazinalari musulmonlar qo'liga o'tayotgan qo'shinda men ham bor edim deydi. Alloh taolo menga deydi, umr berdi va Hirodan bir ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallam
Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam aytgandek, tuyani minib yolg'iz o'zi haj qilgani, hech kimdan qo'rqmasdan omonlik bilan kelganligini ko'rdim deydi. Agar sizlar Alloh sizlarga umr bersa dedi atrofdagilarga, to'ldi tillasi bilan chiqib sadaqa oladigan odamni topolmagan odamni albatta ko'rasizlar dedi. Adi ibn Xotam Toy uchinchisini ko'rmadi, lekin aytayaptiki, Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abul Qosim sallallohu alayhi vasallam aytgan bashoratning ikkitasini ko'rdim, uchinchisiga umr yetmaydi shekilli, lekin sizlar aniq ko'rasizlar dedi. Akalar bu bo'ldi. Umar ibn Abdul Aziz davrida 2 yil 4 oy xalifa bo'lishiga qaramasdan zakot sadaqa oladigan odam qolmadi. Endi nimasi qoldi bu hadisda? Alloh taoloning oldida turasizlar deyapti payg'ambarimiz. O'rtada bitta ham tarjimon bo'lmaydi u kunda birodarlar, aka-uka, tanish bilish, palonchini jiyani, palonchini kuyov bolasi degan gap bo'lmaydi. Yolg'iz turasizlar. O'ng tomoningizda do'zax, chap tomoningizda do'zax, faqat Alloh taolo rahmat qilganlar. Yarim dona xurmoni berib bo'lsa ham sadaqa qilib olinglardi. Chunki ko'p qatorab biz bu hadisda mana shu joyga jon kelgan paytda pulini yarmi masjidga ber, yarmini madrasaga ber degan narsaning foydasi bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda kelajakda bo'ladigan muhim siyosiy alomatlar haqida bashoratlar berdi. Aytdilarki, agar Kisro o'lsa, u Kisrodan keyin boshqa Kisro bo'lmaydi. Agar Qaysar halok bo'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi. Ya'ni musulmonlar Forsni fath qiladi, Kisro ana shu Fors podshosining laqabi bo'lsa, shu bilan tugadi. Bu bashorat bu. Vizantiy imperiyani aytayapti. Agar Qaysar qatl qilinsa, o'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi, deyapti. Haqiqatan musulmonlar qo'liga o'tdi. Bu shirkka, gunoh ma'siyatga to'lgan imperiyalar yo'q bo'ldi. Tavhid kalimasi ayollar bo'ladi ustida. Mana shu payg'ambarimizning bashoratlari qanday sodir haq bo'lgan bo'lsa, hali sodir bo'lmaganlari ham xuddi shundaygacha haq suratda sodir bo'ladi. Imom Ahmad va undan boshqa bir muhaddis olimlarimiz keltirgan hadis Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik, u zot gapirardi, biz yozib turardik. Sahobalar Rasulullohdan so'rashdi. Ayyul madinatayni tuftahu awwalan? Al-Qastantiniya am Rumiya? Mana bu ikkita shahardan qaysi biri birinchi fath bo'ladi ya Rasululloh? Qastantiniyami, Istanbul hozirgi, yo Rumiyami, Rim? Madinatul Xiraql tuftahu awwalan. Avval Xiraqlning shahri, Istanbul, ana shu Konstantinopol deyilgan. Bizga tarixda o'tganda Konstantinopolda o'qitilgan. Birinchi u fath bo'ladi. Keyin Rumiya shahri dedi. Ishoninglar birodarlar, payg'ambarimiz bashorat beryaptimi demak bo'ladi bu narsa. Qachon bo'ladi? Vallohu alam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul masduq bo'lgan zot. La yantuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh hech qachon havodan olib gapirgan emas, magar vahiy bo'lgan. Alloh taolo umr bersa, ana shu Rumiyaning fath bo'lganligini ko'rilar inshaalloh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelajakda bo'ladigan ishlardan aytgan bashoratlaridan la taqumus sa'a hatta tuqatilut turk. Turklarga qarshi g'azot qilmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni turk deganda biz bilgan turklar emas. Arablarda u davrda hozir ham turk deganda mo'g'ul tatarlar nazarda tutilgan. Hali Nabiy sollallohu alayhi vasallam hali bir 500 yil, 600 yildan keyin bo'ladigan mo'g'ul tatarlarning xurujini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu davlatda aytib qo'ygan. Mana bilamiz, biz yurtlarga ham bostirib kelgan, bu yoq u Kiyev Rusiyaga bostirib borgan. Dunyoda ular ham o'zlarining tarixini qoldirgan. 150 yilga yaqin, balki undan uzoqroq muddat butun dunyoda titratib turgan. Rasululloh aytayapti, ana shu oyoq kiyimlari jundan bo'lgan qavm bilan urushmaguninglarcha. Boshqa hadisda turklar, ya'ni mo'g'ul tatarlarga qarshi urushmagunlarcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Necha yil bo'ldi unga? 1430-hijriy yil hozir. 650-600-yillarda bo'lgan. Necha yil o'tdi? 900 yil, 1000 yil bo'lib qoptimi? Birodarlar, payg'ambarimiz aytgan mayda alomat deganlari bu bo'ldi, kattalari qoldi xolos. Imom Navoiy aytadi, haqiqatan mana shular, ya'ni mo'g'ul tatarlar bizni ham zamonamizda bo'lgan deb aytadi. Bu alomatlar sodir bo'ldimi? Demak, boshqalari ham bo'lishiga aniq iymon keltiramiz. Ya'ni mana bu oxirat ilmini o'rganishlikda foydalari degan birinchi darsimizda shunday aytilgan edi. Kelajakdan bir xabardor bo'lish uchun qaysidir toifa, qaysidir mamlakatning odamlari millionlagan pullar sarflayapti. Bir yildan keyin nima bo'lishini bilish uchun, baxshilarga borayotgan, jinlar bilan muomala qilayotgan, yulduzlarga qarayotgan, xullas ming xil yo'llar sarflayapti, millionlagan pullarni sarflayapti. Kelajakdan
1 sekunddan keyin nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Berilgan emas bu. Lekin bizda mana shunday kelajak haqida aniq ma'lumotlar aytilingan ilm turib, qanday bu narsani o'rganmaymiz? Bu shunday kitobki, Qur'on, payg'ambarimiz shunday kitobki, o'tmish haqida qanday ro'y-rost gapirgan bo'lsa, kelajak haqida shunday ro'y-rost gapiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan bashoratlardan havorijlarning chiqishligi. Ya'ni islom tarixida mana bilamiz, sahobalar bilan qarshi urushgan havorijlar, ular haqida payg'ambarimiz nima degan? Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Oxir zamonda shunday bir yoshlar chiqadi. Ya'ni yoshlar gohida o'zlarida ilm bo'lmaganligi uchun, shijoat, g'ayrati, jasurligi qo'zib turganligi uchun ilmsizligi tufayli ba'zi bir noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi. Mana shunday holatlarda mana shu yoshlar o'zidan katta yoshdagi ilm ahllariga murojaat qilishligi lozim bo'ladi. Ha, ehtimol yoshlarda ilm darajasi kattalarga yetib qolgandir ehtimol. Ehtimol kattalar o'sishdan to'xtab qolgandir. Ehtimol yoshlar yangi ilm bilan kelayotgandir. Lekin kattalarda bu yoshlarda yo'q bitta narsa bor. Hayotiy tajribasi bor bo'ladi. Yoshlarda shijoatini deydi ulamolar, keksalarda tajribasi bilan jilolaylar deydi. Ana shu havorijlarda chiqishligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Havorijlar chiqqan vaqtda mana sahobalar ham bor edi. Ular ana shu sahobalarning birortasi ularning yonida ularga qo'shilgan emas. Vaholanki ana shu davrdagi eng yosh katta kishilar sahobalar bo'lgan edi. Rasulullohning hadisini davom etkazamiz. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Ularning aqllari past bo'ladi, tentak bo'ladi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi deydi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan u yog'iga o'tmaydi. Bular kamon, o'qi qanday chiqib kelsa kamondan, shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz, ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaraydigan bo'lsangiz, kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda. Hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor. Bir fikrga qanotlanib olgan, bir yo'lda ushlab olganda, endi Qur'on o'qib birorta bir uni bir fikrga to'g'ri keladigan mazmunda oyat kelib qolsa, shay ham o'shatini oladida, mana deydi Qur'ondan hujjatim bor. Hayron qolasan, hammaning hujjati bor. Unisi ham kitobi sunnatdan, bunisi ham. Mana shu holatda nima deyilish kerak? Nima qilish kerak? Kibor ulamolarga, yoshi ulug' bo'lgan, katta yoshdagi olimlarga albatta murojaat qilishlik kerak. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalari. Haqiqatan mana shu havorijlarni xuruji bo'ldi. Ularda mana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu sahobalar bilan katta jang qildi. Mana shu jang Nahravon ma'rakasi deyiladi. So'ngra sahobalar ham boshqa ma'rakalarda, shuningdek ahli sunna jamoat e'tiqodidagi kishilar bu havorijlar bilan davomiy suratda asrlar davomida jang qilib kelishdi. Yana payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan aytgan alomatlardan muvozanat, tenglikni, tartibni buzilishligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriyda keltirilgan. Bir kuni odamlarga xutba o'qib turardi. Ayniqsa mana shu zamonimizda yaqqol ko'zga ko'rinib turgan, lekin payg'ambarimiz avval bashorat qilib qo'ygan alomatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat gapiryapti bizga deydi. Shat to'satdan bitta sahroyi arab chiqdi-da, "Ya Rasululloh, mata-saa?" Qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilarda gapini davom etkazaverdilar. Bu yerdagi sahobalar bir-birlariga qarab, bittasi aytdi, "Eshitmadi" dedi. Bittasi aytdi, "Eshitdi" dedi, "Achchig'i keldi" dedi. Chunki gapini bo'ldi dedi. Ya'ni mana shu savol berishlikda ham domlalarga yoki biror narsani bilmoqchi bo'lib savol berilsa, odobi bor. Ulamolar aytadi, to'g'ri berilgan savol javobni yarmi deyiladi. Ya'ni savol berishlikda ham o'zining yo'li bor, xuddi javob berishlik yo'li bo'lgandek. Bu arobiy endi sahroyi, ko'p ham odob axloqi zo'r emas. Sha gapini bo'la qachon qiyomat bo'ladi dedi. Rasululloh indamadida so'zini tugatgandan keyin hali kishini chaqirib turib, "Ayna Sa'il?" So'rovchi qani dedi. "Ana Rasululloh madaman" dedi. Keldida u kishiga qarab turib, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantaziris sa'a. Iza zuyal amanat fantaziris sa'a." Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar odamlar
omonatni zoya qilsa, omonatlar yo'qolsa, qiyomatni kutaveringlar dedi. Ya Rasululloh, omonat qanday zoya bo'ladi deganda, yuqoridagi hadisda aytdilarda, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantadiris sa'a." Agar haqli odamlar qolib, noahil bo'lgan odamlarga bir ishni boshqaruv topshirib qo'yilsa, shu ishni qiyomatini kutaver deydi. Har bitta ishni o'zini ustasi qilish kerak degani. Ya'ni omonat degani o'qituvchi maktabda omonatdor bo'ladi. Bolalarga ta'lim berish, ularda ongini rivojlantirishlik, ilm o'rgatishlik omonat. Agar shu o'qituvchi yelkasidagi omonatni ado qilmasdan xiyonat qilsa, bu bolalar o'tib ketadi. Ichida zo'r fahm farosatli, zehnli ehtimol olim, alloma bo'ladigan yoshlar bo'ladi. Shu iste'dodini yuzaga chiqaradigan o'qituvchi xiyonat qilsa, bu bola ana shu oddiyligicha qolib ketadi. Agar tabib o'zini yelkasidagi omonatni ado qilmasdan noto'g'ri tashxis qo'yib, noto'g'ri dori belgiladigan bo'lsa, bemor o'ladi, qiyomatda javob beradi. Agar bir korxonaning rahbari o'zini rahbarligiga loyiq bo'lmasdan egallab olib, o'zi loyiq bo'lmasa ham atrofida ish yuritadigan odamlarni loyiqlarini qo'ymasa, bu ishxona nima bo'ladi? Bankrot bo'ladi. Demak, oxir zamonda alomatlardan bittasi shukanki, ishlarni boshqarishlik noahil odamlarning qo'liga o'tib ketadi. G'arb mamlakatlarini qarasanglar, bir firma yoki bitta kompaniya bir odamning shaxsiy kompaniyasi bo'lsa, 10 yil xizmat qildi bu odam. Lekin yangi bir ishchi keldiki, bundan ko'ra zo'rroq. Hech xijolat bo'lmaydi-da, mana shu ishni sendan ko'ra yaxshiroq qiladigan odam bor ekan deydi, buni javobini beradi, o'rniga qo'yadi. Shu bilan rivojlanib ketdi ular. Qo'y endi o'zimizga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu shunaqa ekan deb eshitib qolgan narsa emas. Har bittamiz omonatdormiz nimanidir ustida. Agar o'qituvchi maktabda bolaga yaxshi ta'lim bermayotgan bo'lsa, Alloh taoloning omonat qilib bergan musulmon bandani bolasini haqqini ado qilmayotgan qiyomatda javob beradi. Ayol kishi o'zini erining mulkida o'tirib, erining ruxsatisiz tasarruf qiladigan bo'lsa, omonatga xiyonat qilyapti. Birodarlar, ko'zda omonati bor, tilda omonati bor, quloqda omonati bor. Shu omonatlarni ado qilsak, ado qiladigan bo'lsak, birodarlar, hayotimiz zo'r bo'ladi. Qiyomat alomatlaridan bittasi, agar ishlar noahil odamlar qo'liga topshirilsa, qiyomatni kutaveringlar deydi. Bu yaqqol ko'zimizga ko'rib turgan zamonlarda yashayapmiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.